Hoca aka, dizel skuterlarda neobычный modelda minmoqchimiz. Aynan bitta bosib yormasangiz bo'lmaydi. Aynan bu modellarimiz O'zbekistonda yagona bo'lsa, yagona desa ham adashmagan bo'lamiz. Chunki bu dizayn modellarimiz nihoyatda odamni o'ziga jalb qiladi hamda motor quvvati ham kam rasxod, tezligi baland modellar hisoblanadi. Xo'p, S-Max, Tiger, M-Max degan modellarimizni obzor qilib beramiz. Nima deysan Muhammad Umar endi? Vahshiy konkreti bu qora turishini qaranglar, masla-yu. Bu modellarimiz balonlarni qara. Xo'p, 130 60 13 hisoblanadi. Oldi orqa jitqis tormozli. Bu oddiy qanotini qaradi, o'rtasi matviy, yoni nikkel qora. Aytali. Fanarni qara, oldida neobычный. Mun qara endi ikkitadan lupa. Nihoyatli. Dedi No'g'uz akalar klientlar keladi-yu. O'sha akalar bitta ko'rganda shuni oladi-da. Shuni aytdi, tonirovkali ekan aytaylik-mi? Ayni tonirovkali bo'ladi. Oldi orqa jitqis tormozli, avarenli. Xo'p, masofadan boshqarish pult va kalitlari bor. Mukluslarini qaragin. Bitta knopka bilan nezasan, orqasi bunday ochiladi. Buni qara. Yo, bag'doshsiz. Netda ochibman, buni qarang. Endi bag'rimni qilsa, buni qaranglar. Jonivor. Akalar, qarang, nima desa bo'ladi? Kommentariyada yozishadi. Bunaqa emotsiya bildirma. Akalar, chiroyli narsalik uchun xolis biz ham baholayapmiz bu narsani, chunki biz ham endi obzor qilyapmiz. Xo'p, olgan klient ko'zini oldida yurgizib beramiz. Skuterlar yurmagan, 0 probeg masla nomlariga chiqadi. Klientdan oldin hech kim nomiga chiqmagan yangi bo'ladi. Mana masofadan boshqa kalitlari bor. Dugani qara, Muhammad bor. Majakkacha ekan. Ulargacha. Oyoq qo'yadigan dugalari ham bor mana. 150 kubali motor, orqa bachcho'llari ham nihoyatda optasida ishlatilgan ekan mana. Vo, mana Kaskalari ham bor ekan-da. Ama bitta shundan qoldi, xolos sheringlar sotilib ketdi bular. Menimcha sotilib ketdi. Bundan o'zi bizda 3 xil modeli bor edi, akalar. Aynan shu modellar 3 xil, lekin hozir sotuvda bitta qoldi. Значит, bu videoda bugungi sana necha? 24 bo'lishi kerak. 24 iyulda. Bir oydan keyin 15 kundan keyin ko'rsam, o'sha telefon qilmay qo'yinglar, sotilib ketgan bo'ladi. Chunki sotuvsi zo'r. Agar mabodo anaqa qilib qo'yganmiz, teleganda rasm tashlaylar. S-Max. Bu modelni ta'riflash keragi yo'q. Chunki bu modelimiz sotuvga chiqadi, sotilib ketadi. Yana keldi, akalar. Qulayliklari. M-Max zinasi bunaqangi bo'ladi. Bu endi jaydari bunaqangi bachka narsalar qo'yilmagan, lekin nariga haqiqatda chiroyli. Buni qaranglar. M-Maxni mashhur qilgan narsa birinchisi zina bo'ladi, akalar. Birinchisi o'rtasi bo'ladi. M-Maxda nariga endi fulli. Hamma narsasi M-Maxdan oliy darajada nariga. Xo'p. Amortizatorlar versiyaga qarab o'zgaradi. Palotlarni, panellarni qarang, nihoyatda chiroyli. Orqalari ham taklanadi mana. Go'zal holatda. Dugalari yongacha kelgan. Oldi aynaklari, oldi orqa jitqiston. Nimaga endi? Telefon 100 bi zaryad beradi. Telefon 100 bida ham Type-C'lisi, ham bunaqancha 100 bisi bo'ladi. Dugalarni qara. Qo'yita neobычный. Sen bu modelini qara. Balonni razmeri ham 130 60 13lik bo'ladi. Aponi oldi orqa jitqistonimizda bo'ladi. Endi Tiger. Tiger endi akalar bizda tankda 5 xil modeli bor. Tigerni mingan odam o'zi tankda nimagadir minmay qoladi. O'shani kommentariyaga yozib qoldiringlar. Nimaga aynan shunaqa? Nima deysan Muhammad o'zing? Endi uni bilmadim men. Meni ko'rgansan o'zi? Ha, men ko'rganman. Yumshaligi ham zo'r, keyin video ham chiroyli bo'ladi-da, aka. O tank o'zi chiroyli, menga aynan tank yoqadi. Tankda endi gabariticha unaqroq, to'xtoroq. Bu xipchamgina, aka. Ko'pchilik shunaqa deydi. Lekin menga tank gabari yoqadi, lekin buni qaranglar. Tugasi yomon ekan. Ikki yonda qo'shimcha fanarlari bor. Buni ham balon 13 lik bo'ladi. Hozir video davomida qolgan bizli modellarimizni ham obzor qilib ketamiz, akalar. Oldi orqa jitqistonimizda avarenli bo'ladi. Telefon 100 bi, masofadan boshqalar kartlar. Egar tayda bachchoy mana. Buniki ham ama zinasi o'zgardi-da. O'tgan yilgi S-Max'larda bilgan bo'lsam, no narsasi yo'qligi uchun olib kelib qo'ydirmoqchi edim o'zim skuterimga. Mana qara, bakavot. Bunlardan ham o'sha klientlarimiz olishadi. O'zdan ko'zdan olib yurgizib beramiz. Orqa bachcholari ham bor. Orqa bachcholar chiqishlar, kaskar ham originaldan beramiz. Xullas, narxlarni aytib o'taylik. Narxlarni bilasanmi? Narxlarni o'ylayman. Yangi chiqdi-yu bular. Bular yangi yig'ildi. Narxlarni menimcha oldimizda 1250 1200 dollar. Xullas, bunaqa narsa qilamiz. Atrofdan ko'rishsin. Ulardan xudo xolisa arzon qilib beramiz.
Buni menimcha narxi 1200 ko'rdim shekilli. Aha. Buni aniq bilaman 950 yo 980 chiqadi. Shu aka beramiz, nomer ochlar. Keyin tankni bizda $450 ham bor. Voshye arzonligini qara. Endi qara. Uni yarimtaga yuradi. Motor ishlarini so'tga qilib qo'yganmiz. Hech qanaqangi ishlari yo'q. Salom alaykum. Boshqa mana. Yarimtaga yuradi. Men o'zi bitta qanot zakaz qilib qo'ydim. Ikkita qo'l zakaz qilib qo'ydim. O'zi keladi, uni qo'yib beraman. Narx $450, ammo narx bunaqa chiqqan narx menga o'zi nima desam bo'ladi. Yo, sotilmas o'zim yuboramanmi deydi. Buni qaranglar, yarimta. Yetadi akalar. Yurgan kilometr 11000. Tablosini, simini ustakamiz ochgan jarayonlarida kuydirib beribdilar. Yo, uni to'g'rilasa biz to'g'rilamayapmiz, unisam yo'q. Xo'p. Keyin ketdi bizlilar. Dals bizlilar ketaversin. Xo'p, akalar, bizlilarda bizda 250 kubalidan boshqa 150 kubalilargacha bor. Mana 250 kubalik. Keyin bundan tashqari tagida bitta avzor qilib men to'g'rilamiz qarab. Tank modellarimiz yangilangan versiyasi. Buni bir holatlarini ko'ringlar. Rashiniya bishni bo'ladi. Balonlarini qaranglar. Balonlar, diskalari, qarang, ko'k qilib ishlangan. Xolasiz bunaqa niya bishni xohlagan odamlar bo'ladi-ku. O'shalarga tavsiya qilyapmiz buni. Holatlari zo'r, yangilangan 2026 dizaynda bular. Bemalol, masalan, mana bu yerda bitta odam o'tirsa bo'ladi. Orqa bachoylari bor. Motorlari 150 kubalik bo'ladi. Maytlarni qaranglar. Ashiniya bishni qilib ishlangan bo'ladi. Holatlari ideal holatda. Tormoz sxemalari, old ishtikiz, orqa tros tormozli bo'ladi. Qaranglar, g'ashshitini. Narxlari $1170 chiqyapti akalar. Shu videoni ko'rib kelsalaring $1070 qilib beramiz akalar. Qaranglar. $100 to'g'ramiz. Qarang. Kichik konkretmi? Hamda mana modellarimiz bor. Evmax modelimiz, balonlarini qaranglar. Vahshiy sholat bo'ladi, yo'llarni hudukali bo'ladi akalar. Qaranglar, vahshitini bo'ladi. Rollar ham o'ta nevishli tablolari olib bo'ladi. Qaranglar, bitta odam o'tiradi, orqaga bitta odam, orqa bachoylari 150 kubalik motor hamda maytda gulshitirlar joylashgan bo'ladi. Holatlari ideal holatda, bunaqa qora desam, to'misiy ranglardan ham bor. Qarang, mashina narxi $1020 chiqyapti akalar, hamda Bonduyda ideal tankidan ham bor. Ikkita maytda fara joylashgan bo'ladi akalar, mayt qaranglar, faralar joylashgan. Yo'llari akalar полностью dugali bo'ladi. Orqa bachoy, qaranglar. Hamda oldida ayna joylashgan bo'ladi. Bunda telefon pastaga olgan narsalarni qo'shib beriladi, ichida chiqadi akalar. Balonlari qarang, vahshitini 100 kilometrga 3,5 litr rasxod qiladi. Holatlari zo'r, narxlari arzon chiqyapti akalar. Hamda mana bu modellarimizdan bor, bezelli modelimiz. 150 kubalik bo'ladi. Skillmax'ga balonlari o'ta niyabishli. Vilkalar originaldan qo'yilgan, yonlari maytlar duga bo'ladi, oldilari duga. Hamda oldiga aynaga qo'shilgan orqa bachoy yonida dugalari bor. Ideal holatda, narxi $950. Hamda mana ular hozir ko'rsatib o'tdik. O'sha modellarimizdan mana maytda ko'rsatib o'tdik. O'sha modellarimizdan to'mrisning rangi vahshiy qaranglar, o'ta niyabishli chiqib turibdi. Hamda mana modelimiz bor. Narxi menimcha $1350 yonaverda chiqadi. Vahshiy niyabishnisi keling, full pakleniyasi. Balonlarini qaranglar. Balonlari o'ta original bo'ladi. Yangilangan dizaynda jitkis tormozli, yo'llari полностью dugali bo'ladi. Bu qaranglar, narigilarga qaraganda tormozlari ham cho'ltda ishlangan. Bu qaranglar, qo'llaringga moslab olsalaring bo'laveradi razmeriga. Maytda jitkis qo'yasizlar-ku, jitkislari ham ko'proq sig'adi bunga. Hamda maytda market qilingan knopkalar, avarinliklar, hamma narsalari ham bor. Maytda bok, bizim bok, maytda bitta odam o'tiradi, orqaga yana bitta odam o'tiradi. Orqasida bachoy, maytda dugalari bor, gulshitirlarni qaranglar, qolganlariga qaraganda o'ta original qilib ishlangan bo'ladi. Vahshiniya bishni ekan, qaranglar akalar. O'zimdan narxlari o'sha $1350 yonaverda chiqyapti akalar. Mana akalar bizillilarimiz. Kimga qanaqa bezelli modellarimiz zarur bo'lsa, pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Sog' bo'lasizlar akalar.